Oyoq arterial qon tomirlarining o'tkazuvchanligini buzilishi bilan kechadigan kasallik, ya'ni diabetik to'piq sindromi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. 90% bemorlarda ushbu kasallikning kelib chiqish sababi asosan oyoq arterial qon tomirlarining aterosklerotik jarohatlanishi hisoblanadi. Qolgan holatlarda esa tomirlarning yallig'lanishi, tromboemboliya holatlari va tomirlarning jarohatlanishi bo'lishi mumkin. Aytib o'tish joizki, ushbu kasallik qandli diabet bilan hastalangan bemorlarda juda ko'p uchraydi. Bunga asosiy sabab qandli diabet kasalligida qondagi qand miqdorining ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan nerv to'qimalari va arterial qon tomirlarining devorlaridagi o'zgarishlar hisoblanadi. Ushbu kasallikning o'z vaqtida davolash choralari ko'rilmagan taqdirda oyoqlardagi og'riqlarning kuchayishiga va atrofik yaralar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Agarda atrofik yaralarning chuqurlashishi yuzaga kelsa, bu holatda bemorning jarohatlangan oyog'ini kesib tashlashga, ya'ni amputatsiya qilishga olib kelishi mumkin. Tekshiruv usullariga birinchi navbatda bemorni mutaxassis tomonidan ko'ruvi va oyoq arterial qon tomirlarining ultratovush tekshiruvi kiradi. Agarda ultratovush va boshqa tekshiruvlar natijalariga ko'ra qon tomirlar o'tkazuvchanligi buzilishi tasdiqlansa, u holatda bemorlarga qo'shimcha ravishda MSKT angiografiya tavsiya etiladi. MSKT angiografiya bizlarga oyoq arterial qon tomirlarining tuzilishi, ularning anatomik o'ziga xosligi, jarohatning joylashgan joyi va boshqa kerakli ma'lumotlarni beradi. Davolash usullari. Kasallikning birinchi bosqichida bemorlarga asosan qon suyultiruvchi, ya'ni antiagregant dori vositalari tavsiya etilgan. Kasallikning ikkinchi va uchinchi bosqichlarida esa bemorlarga operativ davo tavsiya etilgan. Avvallari ushbu kasallikni faqat ochiq turdagi jarrohlik amaliyoti bilan davolanar edi. Hozirgi kundagi zamonaviy tibbiyot esa ushbu kasallik bilan aziyat chekayotgan bemorlarni kam invaziv usul orqali davolash imkoniyatini beradi. Ushbu amaliyotlar narkozsiz, kesmalarsiz va katta jarohatlarsiz amalga oshiriladi va torayib yoki tiqilib qolgan tomirlarning o'tkazuvchanligini tiklash imkoniyatini beradi. Agarda sizda va yaqinlaringizda quyidagi sanab o'tilgan holatlar kuzatilsa, bizning Neomed Hospital klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.